Sen bilmas eding kunlar o'tib bu insonlar sening yarmingga aylanishini. Sen o'ylamas eding kun kelib qalb kechinmalaringni ular bilan bo'lishishingni. Sen tasavvur qilolmas eding ular bilan kiyim almashtirib kiyishni. Sen xayolingga ham keltirmasding bir dona buxankani ular bilan o'rtada baham ko'rishing. Esingdami domladan yomon baho olganingda eng zo'r baho 3 deb seni ovutishgan. Yodingdami kiygani kiyimim yo'q, uchrashuvga qanday chiqaman deb turganingda menda tufli bor, menda kofta bor, menda yubka bor deb senga garderob vazifasini bajarishgan. Esingdami biror joyga borish kerak bo'lsa, men bormayman desang, unda biz ham bormaymiz deb sening yoningda qolishgan. Yodingdami dars qilishga o'tirib, dars qolib o'zimizning gaplardan gaplashishlar. Hech eslaysanmi, oddiy bayramlarda ham yig'lab bir-birimizni vokzalga kuzatishlar. Bayramdan keyin yana qaytib kelishimizni bilardik, ammo baribir g'alati bo'lardik. Bir kun yana bir-birimizni mana shu vokzaldan yig'lagancha kuzatamiz. Ammo u payt ortga qaytib yana bir xonada yashashning imkoni bo'lmaydi. Uzoq masofalardan kelib tanishgan bo'lsak-da, butun umrga arzigulik hayot kechirdik.